katta shayxlardan ham hofizul Qur'on, ham olimi boamal, hali mana ertalab bomdodda kim o'qigan bo'lsa, Abdurrahmon Sudaysi hazratlari bomdod namozini o'qib berdilar. Halata surasini o'qidilar. Yig'lab o'qidilar, ko'rdilaringmi? Yig'ladilarki, o'sha joyini qarangki, Allohning amri turibdi degan joyda yig'ladilar. Allohning amri turibdi degan joyda dodib yig'lavordilar. Mana bu olimning uyi, mana bu Sudaysi hazratlarining uyi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana bu yerda 3 kun yashadilar va u yerda 3 kundan keyin Madinaga Munavvaraga qarab yo'l oldilar. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 kun turishliklari ana bu yerda. Ana shundan keyin orqalaridan Hazrati Ali roziyallohu anhu Madinaga borganlarida Madinada sahobalar savolga tutdi. Ey Ali, siz Rasulullohning o'rniga yotganingizda qo'rqmadingizmi? Sizni yuzingizni ochmasdan ustingizdan hanjar sanchishi mumkin edi. Nima uchun u yerda xotirjam yotdingiz? Degan vaqtida Hazrati Ali roziyallohu anhu aytdilarki, Allohning rasuli hech qachon yolg'on gapirmagan. Allohning rasuli menga aytdiki, orqamdan borasiz dedi. Shuning uchun men xotirjam bo'ldim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini tug'ilib o'sgan, o'zi yashagan, kimning qoni to'kilgan